21-asr texnologiyalar asri. Ijtimoiy tarmoqlar har qachongidan faol va kun sayin takomillashib bormoqda. Axborot asrida xabarlarning to'g'riligini tekshirish muhim omil sanaladi. Poytaxtimizda tashkil etilgan Media maktab loyihasida ayni shu jihatlar tahlil qilindi. O'quv mashg'ulotlaridan muxbirimiz xabar qiladi. Raqamli texnologiyalar tez suratda rivojlanayotgan sharoitda media savodxonlik va faktlarni tekshirish muammolari tobora dolzarb bo'lib bormoqda. Ijtimoiy tarmoqlar va messenjerlarning ommalashuvi ishonchli axborot bilan birga soxta xabarlarning ham tez tarqalishiga sabab bo'lmoqda. Bu esa jamoatchilik fikriga sezilarli ta'sir o'tkazadi. Shunday sharoitda tanqidiy tafakkurni rivojlantirish va ma'lumotlarni tekshirish ko'nikmalarini shakllantirish alohida ahamiyat kasb etadi. Yevropa ittifoqi dezinformatsiyaga qarshi kurashishga sodiq va O'zbekiston bilan o'z tajribasini ulashishga tayyor. Bu jarayonga ommaviy axborot vositalari mustaqilligini mustahkamlash, jurnalistik tergovlarni qo'llab-quvvatlash, faktlarni tekshirish tashabbuslarini ilgari surish hamda ommaviy axborot vositalarini o'zini o'zi tartibga solishni rag'batlantirish kiradi. Fuqarolik jamiyati ham bu sa'y-harakatlarda muhim rol o'ynaydi albatta. Yuksalish harakati 2021-yildan beri media savodxonlikni rivojlantirish bo'yicha tashabbusni amalga oshirmoqda. Ushbu yo'nalishdagi asosiy ishlardan biri jurnalistlar va blogerlarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan media maktablar bo'ldi. Ularning maqsadi boshlovchi jurnalist va blogerlarga axborot oqimlarini tahlil qilish va dezinformatsiyaga qarshi kurashish bo'yicha bilim berish. Bu media maktabga tanlovlar e'lon qilinadi. Bizni veb-saytimiz va axborot resurslarimiz orqali e'lon qilinadi. Bu safar ham 50 dan ortiq arizalar kelib tushgan bo'lib, 25 ta ishtirokchi tanlab olingan va qo'shimcha 2 ta ishtirokchi nogironligi bo'lgan shaxslar murojaat qilib ushbu media maktabga qo'shilishni so'rashganda inkluzivlikni ta'minlash uchun 2 kishini qo'shdik. Bu safargi media maktabimiz ishtirokchilari 27 kishini tashkil etdi. 2 kun davomida 25 nafar yosh jurnalist va blogerlar media savodxonlik, tanqidiy tafakkur va fact-checkingga oid ko'nikmalarni egallaydi. Media maktab yakunida bitiruvchilarga sertifikatlar taqdim etiladi. Firdavs Qahramonov, Rahmatilla Qudratov, yoshlar.